Assalomu alaykum hurmatli buxgalterlar hamda bo'lg'usi buxgalterlar. Navbatdagi mavzuyimiz xizmat safarlariga oid kompensatsiya to'lovlari miqdori va to'lash tartibi. Xizmat safari nima? Tashkilot rahbarining buyrug'iga asosan xodimning o'zining doimiy ish joyidan boshqa joyga xizmat topshirig'ini bajarish uchun ma'lum bir muddatga yuborilishi. Xizmat safariga yuborish uchun dastlab buyruq rasmiylashtiriladi. Falonchi xodim falon kunga falon joyga xizmat topshirig'ini bajarish uchun yuborilsin. Buyruqqa asosan xodim xizmat safariga yuboriladi. Xizmat safarlariga oid kundalik xarajatlar. Xizmat safariga yuborilgan shaxsga xizmat safariga yuborilgan joyga borish va doimiy ish joyiga qaytish bilan bog'liq bo'lgan quyidagi yo'l xarajatlari qoplanadi. Umumiy foydalaniladigan transportning barcha turlari yurish qiymati tasdiqlovchi hujjat asosida. Umumiy foydalanishda nima degani? Poyezd bo'lishi mumkin, avtobus bo'lishi mumkin, samolyot bo'lishi mumkin. Yo'l hujjatlari mavjud bo'lmaganda boshqa tashkilotlar xodimlari uchun jamoa kelishuvi mehnat shartnomasida ko'zda tutilgan, biroq har bir kilometrga bazaviy hisoblash miqdorining 0.1% dan kam bo'lmagan miqdorlarda, ya'ni 412 so'm belgilangan. Ya'ni yo'l hujjati yo'q, poyezd bileti yo'q, avtobus bileti yo'q, u balkim taksida borib kelgan, balkim o'zining shaxsiy avtomobilida borib kelgan. Har bir kilometr uchun 412 so'mdan pul beriladi. 100 kilometr joyga borib, 100 kilometr joydan qaytib kelgan bo'lsa 82.400 so'm pul mablag'lari beriladi. Bunda me'yor nima uchun kerak deganda, me'yor doirasida olingan xizmat safarlariga oid kompensatsiya to'lovlari uchun jismoniy shaxs me'yor doirasida daromad solig'i to'lamaydi, tashkilot ham ijtimoiy soliq to'lamaydi. Me'yordan ortgan qismi esa ham daromad solig'i solinishiga, ham ijtimoiy soliq solinishiga asos bo'ladi. Kundalik xarajatlar uchun haq jamoa shartnomalari, jamoa kelishuvlari va mehnat shartnomalarida ko'zda tutilgan miqdorlarda, lekin quyidagi miqdorlardan kam bo'lmagan holda belgilanadi. Jami 0.35 koeffitsiyentgacha. Xodimning xizmat safari davrida ovqatlanish xarajatlarini tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etilganda 0.25 koeffitsiyentgacha. Ya'ni bazaviy hisoblash miqdori 0.25 koeffitsiyenti 103 ming so'm bo'lar ekan. Bunda alkogol va tamaki mahsulotlari hisobga olinmaydi. Ular uchun pul ajratilmaydi. Va boshqa xarajatlar uchun 0.1 koeffitsient miqdorida, ya'ni 41.200 so'm. Bunda hujjat talab qilinmaydi. Mehmonxona xarajatlarining bir kunlik qoplanish miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 1,5 barobardan oshmasligi lozim, ya'ni 618 ming so'm. Bu ham hujjat asosida. Agar hujjat bo'lmaganda har bir sutka uchun belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining 20% miqdorida qoplanadi, ya'ni 82.400 so'm. Xizmat safari guvohnomasining namunaviy ko'rinishi. Bunda xizmat safariga borayotgan xodimning ism familiyasi keltirib o'tiladi. Xizmat safariga yuborayotgan tashkilotning nomi, xizmat safari punkti, xizmat safari muddati belgilangan bo'ladi. Qaysi sanadan qaysi sanagacha ekanligi, asos, buyruq va xizmat safariga borayotgan xodimning shaxsini tasdiqlovchi hujjat ma'lumotlari ko'rsatilgan bo'ladi. Hujjatning orqa tarafida esa jo'nadi va yetib keldi bo'limlari bo'ladi. Tashkilotdan xizmat safariga jo'nalgan sanada jo'nadiga qo'l qo'yib peshat qo'yiladi. Yetib borgan punktda esa yetib keldi deb qo'l qo'yib peshat qo'yiladi. Va shu tartibda davom etaveradi. Endi masalalarni ko'rib chiqamiz. Ishlab chiqarish xodimi xizmat safariga 6 kunga yuborildi. 1,5 million so'm kassadan bo'nak berildi. Demak, kassada pul mablag'lari kamaydi va xizmat safariga berilgan bo'naklar 42.20. Xodim xarajat qildi. Bo'nak hisobotini taqdim etdi, ya'ni barcha asoslovchi hujjatlar bilan. Xo'p. 600 ming so'm mehmonxona xarajatlari, temir yo'l chiptasi 300 ming so'm, kunlik xarajatlar 343.200 so'm hamda avtobus xarajatlari 24 ming so'm. 1.267.200 so'm
oylik xarajatlar uchun hujjatlarni taqdim etdi xodim, biz uni korxona xarajatlariga qabul qilamiz. Xodim qaysi bo'linmada ishlasa, o'sha bo'linmaga xarajatga olib boriladi. Bu ishlab chiqarish xodimi bo'lganligi sababli 20-10 va 69-70 shotli provodga tuzamiz. Bo'nak so'ndirish, ya'ni berilgan summa va ishlatib kelingan summani so'ndirish uchun xodim bilan hisoblashishlar uchun ishlatilgan shotlarning, ya'ni 42, 20, 69, 70 shotlarning teskari provodkasi beriladi. Bunda passiv shot debit tomonda aks ettiriladi, 69, 70, aktiv shot 42, 20 kredit tomonda aks ettiriladi va summaga 42, 20 yoki 69, 70 ning qaysi birida kichkina summa bo'lsa, o'sha summa yoziladi. Bizda bu yerda 1,5 million so'm va 1,267,200 so'm mavjud. Kichkinasi 1,267,200 so'm ekan. Qarzning qoldig'i kassaga qaytarildi. Biz 1,5 million so'm pul berib yuborgandik, xodim 1,267,200 so'm ishlatib keldi. Demak, qarzning qoldig'i 232,800 so'm kassaga qaytarildi. Kassada pul ko'paydi va xodimning qarzi kamaydi. Navbatdagi masala, ma'muriy xodim 6 kunga xizmat safariga yuborildi. 1,400,000 so'm kassadan bo'nak berildi. 42, 20 ga 50 ga 10 xodim sarflab keldi. 1 million so'm mehmonxona xarajatlari uchun, yo'l xarajatlari uchun 220,000 so'm hamda kunlik xarajatlar 300,000 so'm. Jami 1,520,000 so'm xodim sarflab keldi. Bunda ma'muriy xodim bo'lganligi sababli ma'muriy xarajatlarga olib boriladi. Tranzit xarajatlar debit tomonda ko'payadi va 69-70 xodimlarga bo'lgan qarz. Bo'nak so'ndirish, yuqorida ta'kidlaganimizdek, xodim bilan hisoblash bo'yicha shotning passivi debit tomonda, aktivi esa kredit tomonda aks ettiriladi va kichkina summa 1,400,000 so'm. Qarzdorlik qoldig'i kassadan berildi. 120,000 so'm xodim o'z yonidan ishlatib kelganligi sababli qarzimizni berdik 69-70 hamda kassada pul mablag'lari kamaydi. Shu joyda yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Bo'nak so'ndirildi deganda, misol uchun siz mol yetkazib beruvchilarga bergan bo'nagingiz so'ndirilyapti yoki-da byudjetga to'langan, oldindan to'lagan to'lovlaringiz. Shunda buxgalteriyada egizak shotlar tizimi mavjud bo'lib, misol uchun yuqorida ko'rganimiz xizmat safarlari bo'yicha hisoblashishlar yoki-da byudjet bilan hisoblashishlar, mol yetkazib beruvchilar bilan hisoblashishlar, xaridorlar bilan hisoblashishlar va hokazo. Bunda aktiv shotlarda qarz, debitor qarzlar, passiv shotlar esa kreditor qarzlar hisoblanadi. Bo'nak so'ndirilayotganda doim passiv shotlar debitlanadi, aktiv shotlar esa kreditlanadi. Va summada aktiv shotdagi summaning qoldig'i yoki passiv shotdagi summaning qoldig'i qaysi kichik bo'lsa, o'sha summa yoziladi. Buni yana darslarimiz davomida ko'rib boraveramiz. Shu bilan bugungi mavzuyimiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.